davlat ishidan ketayotgan paytimda menga aytishgandi, xato qilsan, bir oydan keyin yalinib kelasan, qaytadan ishga olinglar deb. Ko'chada sanqishchiga men oylikda kutib turganim yo'q deyishgandi. Endi Allohga tavakkal dedim. Ketdim to'g'risi. Ota-onamga telefon qildim. "Mana shu formani yecholman" dedim. Uyda ayolimga aytdim. Endi oldingi dafta stabilniy oyligim yo'q. Balki uyda go'sht olishga ham imkoniyatim bo'lmay qolar. Balki qotgan non yeyishga to'g'ri kelib qolar. Nima deysan shunga deb endi baribir oila. Asosiysi ko'nglingiz yoqadigan ish qiling. Onasi ko'nikamiz deyishdi. Oilam birinchi o'rinda oilam to'g'ri tushundi. Men qarorimni. Men ko'chada hech qanaqa men kutib turgan katta bir zapas pulim yo'q edi, yo nimadir оборотым yo'q edi. Ishonganim mana shu jo'yin platforma, bu ham yarim yo'lda edi. Hali yuradim yo'qmi. Oldinlari qachon plastikning oyligim tushar ekan deb kutadigan summamni bir kunda topaman. Demak,